Xitoy bilan birga bir ishlab chiqarilgan bu toza fabrichni kravatimiz ko'rsanglar bo'ladi. Bosh taraflari barfni bo'ladi. O'zini oddiy nima bu naqshlarga e'tibor qarating. Hammasi bo'rtib chiqqan. Juda ham zo'r holatda matrasi toza ortopedический matras va ikkita tumbuchkamiz bor. Tumbuchkalarimiz ham holatlari ideal holatda. Oyoq tarafiga bitta baho bering. Nima deyapti? Juda ham ajoyib ishlab chiqarilgan. 6 yillik shifonerimiz ko'rsangiz bo'ladi. Shifonerlarimizdan Sassiyanas ideal materiali MDF materialdan ishlab chiqarilgan. Ichlarini ochib ko'rsataman sizga. Bu birga bir Xitoy bilan birga bir ishlab chiqarilgan varianti. Mana ko'rib turibsiz, qanaqa ideal holatda turibdi. Kamotchamiz ko'rsangiz bo'ladi. Ikki yonchi eshiklar o'rtasida bitta tortmas mavjud. Sassiyani prosta bomba, oynasi ham skromli, chiroyli qilib ishlab chiqarilgan. Ushbu ko'rib turgan spalning garniturimizni narxini opsiyadan yozib qoldiramiz. Kimga qiziq bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilinglar. Pastda telefon nomeri yozilgan. Ushbu videoga bitta like bosing, bizning kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Bundan ham zo'r mebellarni qo'yishga harakat qilamiz.